Dunyoning har qaysi joylaridagi 200 dan ortiq inson haqlari tashkilotlari, hukumatsiz organlar va guruhlar birlashma bayonot e'lon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining inson haqlari oliy amaldori Michel Bacheletni Sharqi Turkiston ziyorati planini o'zgartirishga chaqirdi. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, 220 tashkilot 5-may e'lon qilgan mazkur birlashma bayonotda bu mezgilda ziyorat qilishning amaliyotda Xitoyning xalqaroga qaratgan tashviqotiga foydali bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan. Shundaqla Michel Bacheletning hozirga qadar Xitoy kommunist rejimining ziyonkashligiga uchragan kishilar bilan uchrashish baxmaganligi, shundaqla bu millatlar to'pidan Xitoy rejimining bostirish siyosati haqida ahvol egallab baxmaganligi qayd qilingan. Shuning bilan birga Michel Bacheletning bundan ilgari Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ullarning ichidagi shohidlarni bevosita ko'rishib, o'z ahvolini bildirish talabini rad qilganligi e'lon qilindi. Dunyodagi boshqa markaziy banklardan farqli pul siyosiy ramkasiga amal qilgan Xitoyning yaqinqi yillardan buyon tashqi pirovit zapasida eng tez tuvanlash ko'rilgan. Hukumat sonliq ma'lumotlariga qaraganda 4-oyda davlatning tashqi pirovit zapasi 68 milliard dollar tuvanlab 3 trillion 120 milliard dollarga tushib qolgan. Shunda qilib bu 5 yil ichidagi eng tez tuvanlash bo'lgan. Tor bexatarligi tadqiqotchilarining yaqinda oshkorlashicha, Xitoyga bog'langan xakerlar guruhi Amerika, Yevropa va Osiyodagi 30 necha yasamochilik va texnika shirkatining sezgir uchurlarini o'g'irlagan. Boston'dagi bir tor bexatarlik shirkati Xitoyga bog'langan xakerlarning dora va aviatsiya sanoatida ishlatiladigan materiallarning ishlab chiqarish va yasash loyihasini nishonlaganligini oshkorlagan. Egilanishicha, Xitoyga chetishli xakerlar guruhi boshlig'idagi to'g'ri hujumi hozirga qadar yasamochilik, energiya va dori sanoatini o'z ichiga olgan davlat halqigan 30 shirkatning necha trillion dollar qiymatidagi sezgir texnika uchurlarini o'g'irlagan. Koreya va Yaponiya doiralari Shimoliy Koreyaning Yapon dengiziga qaratilgan gumonliq boshqarilgan bomba qo'yib berganligini oshkorlagan. Egilanishicha, buning bilan Shimoliy Koreya 2022 yilining 5-dan boshlab hozirga qadar 15 qatim boshqarilgan bomba sinov qilgan. Google, Twitter, Facebook qatorli qo'llanilgan programmalardan keyin Amerikaning yana bir asosliq yumshoq detali Xitoydagi cheklangan programmalar tizimiga kirdi. Xitoy hukumati Microsoftning tog'liq mashg'ulot sistemasi Windows'ni cheklashni qaror qildi. Egilanishicha, Xitoy doiralari hukumat organlaridagi chet el markali kompyuter va Windows mashg'ulot sistemasining o'rnini davlat ichida taraqqiy qildirilgan yumshoq detal deb almashtirib etadigan. Shimoliy Irlandiyadagi parlament saylimida Angliyadan ayrilishni va Irlandiya Jumhuriyati bilan birlashishni tashabbus qiladigan Sinn Féin partiyasi g'alaba qildi. Bu natija bilan rayonning 100 yillik tarixida tunji qatim Irlandiya Millatchi partiyasi saylamda birinchi o'ringa o'tdi va bosh ministr tayinlash fursatiga erishdi. Azərbaycan Dövlət Bexatarlik İdarəsi bir qism Roziya əməldarlarının Azərbaycanda 3-cü dövlətin iqtisadi yardımı bilan biologiyalik tədqiqat mərkəzlərinin mövcud ikənligi toğrusida sözlərini rədd qildi. Bir qism Rus əməldarları Ukrayna, Moldova, Gruziya və Azərbaycanda Amerikanın qo'llashiga erishgan biologiyalik tədqiqat təcrübəxanasının barlığını o'tirg'a qo'ygan edi.